Namuncha qimmat degan xaridorlarimiz uchun bugun Milan komplektimizni to'liq obzor qilib beraman. Buni nimaga qimmatligini hammalarga tushuntirib beraman. Mebelimizning material qismiga keladigan bo'lsak, 90% NDF, ustki qismlar deyarli tomigacha hamma yog'i kraska sepilgan. Mebelimizda xuddi shunaqa 4 ta stoykada turadi, boshqa mebellardan ancha farqi bor. Shkafimiz high-tech stilda bo'lgani uchun ruchkalari o'zidan o'yilgan. Shkafimizning ichiga keladigan bo'lsak, tepa qismida shapka qo'yadigan joy, ikkitadan vishilkalar, uchinchisiga keladigan bo'lsak, qator polkalar joylashgan, tortmalari bo'lsa, o'zi tortib oladi. Hamma aksessuari eng yaxshi sifatlilar qo'yilgan. Komotimizga keladigan bo'lsak, xuddi o'zini shkafidagi mahsulotda ishlatilgan. Boshqa komotlardan farqi razmerida, razmeri 1.20 bo'ladi va qo'shimcha mana shunaqa eshu qo'yib ketilgan va bu yerda polkasi ham bor. Aksessuarlar ham xuddi o'zidagi davutchukli aksessuarlar qo'yilgan. Bu komplektimizga momi kravatimizni qo'shdik, komplekt qilib, boshqa kravatlardan buni ancha farqi bor. Bu uzunasiga qimillaydi, oldi taraflari tushib chiqadi va aksessuarlarga keladigan bo'lsak, aksessuarlar to'lig'icha turkiyaga ishlatilgan. Bu kravatimizda 0 dan 3 yoshgacha foydalansanglar bo'ladi. Bu mebel komplektimizda faqatgina seriya rangda emas, siz xohlagan rangingizni biz ishlab chiqarib bera olamiz. Bu mebel komplektimizdan sizga narxlari qiziq bo'lsa, kommentda plus qoldiring, biz sizga narxini yozib boramiz.